o'zgartirmoqchiman. Shunday qo'ysammikan yoki bunday qo'ysammikan? O'zgartirishni xohlayapman. Biznesga kirib keldik, biz biznesimizni o'zgartirishni xohlaymiz. Biznesni emas, inson o'zini o'zgartirishi kerak. Negaki insonning eng og'ir nuqtasi bu o'zini o'zi tahlil qilishi. Xo'sh, biz hech o'zimizni o'zgartirish bo'yicha tahlil qildikmi? Yo'q, biz o'z xarakterlarimizni o'zgartirish bo'yicha tahlil qilishimiz kerak. Yolg'on deb ayting, ustozimiz bizning xarakterimizni o'zgartirish bilan avvora-ku asosiy biznes qolib ketyapti. Bizning xarakterimizni o'zgartirish bilan avvora. Xo'sh, qanday xarakterlaringiz bor, sizga yoqmaydi? Misol uchun deylik, mening zaif tomonimmi yoki bo'lmasa ba'zi paytlar o'zimga yoqmay qoladi. Men tezman. Juda tez bo'lib ketadi hamma narsa. Ya'ni tez jahlim chiqadi, hamma narsa tez bo'lishini xohlayman. Xo'sh, fikrlaringiz men uchun muhim. Sizning qanday zaif xarakterlaringiz yoki o'zingizga yoqmaydigan xarakterlaringiz bor va buni qanday qilib tahlil qilyapsiz? Bugun qaysi xarakterimni 1% ga bo'lsa ham yaxshi qilishim kerak degan strategiya, ya'ni reja bilan qilyapsiz. Bu fikrlaringizni yozib keting. Men uchun juda ham muhim. Men o'z xarakterlarimni o'zgartirishga tayyorman. Xo'sh, sizchi?